Vatandaş, bugünkü şeylerimizi başlayımız. Keçik kaldık, keçirinler vatandaşı. Bugünkü şeylerimizi başlayımız leksiyede. Sıdıqa Cürözü Washington'dan sözleyimiz. Çeslağı 2024 yıl 3. ayının 27. günü Çarşembe. Çarşembe ama tünü gün çarşembe deyip geçirinler vatandaşlar. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyeler elbette tünü günkünün devamı süptüde yakı tünü günkü vaziyetin devamı süptüde devamlaşıdır vatandaş. Közenek bombadı közenek. Fetoksu bombadı. Irak kıraşka buldu, fetoksu bombadı. Mavzudun burun bir cümle vaziyet doğrusu bugün men cücüm. Uruş. Uruş ya et ya ögünmez bugün geçe. Muşundak dedi ekranda dep bulup onun kendiki bir cümle Amerika Koşmuş Ştatları ile Japonya'nın müdafaa hemkarlık gelişimi nahit yukarı çekki götürüldü dedi. Nahit yukarı çekki götürüldü dedi. Bana bu bugünkü vaziyet vatandaşım. Yani şunun münasebetli kaldı NATO. Bugün NATO doğrusu toxtalımız. Cüngüğü takabıl turuşqa ağadı. Mavzulu haber 3. ayının 27. günü cüngüğü nazarı torbiyeti ilan kılın. Haber mındak başlandı. 3. ayının 5. günü Vengriya, Şvitsiya'nın NATO'ga azabı olup kirişi hüccetini təsdiq kıldı. Deslepte Türkiye, Finlandiya'nın NATO'ga azabı olup kirişi hüccetini iltimasını təsdiq kıldı. Endi növbette Vengriya, Şvitsiya'nın NATO'ga azabı olup kirişi hüccetini təsdiq kıldı. Hazır NATO hem de Şvitsiya, Finlandiya degende cemi 32 devlet Rusya'nın bosoğusu. Rusya Federasyası'nın bosoğu desiniz bosoğusu kelip boldu. Arka oylu desiniz arka oyluğa kelip boldu. Cemi 32 devlet vatandaş. Amerika Vaz Radyosu 3. ayının 5. günü haber ilan kılıp mındak görset. Vengriya'nın prezidenti imza koyup Şvitsiya'nın NATO azabı olup kirişi ciddi küçük ilgi bolğandı keyin Şvitsiya'da murasim ötküzüldü. Yani NATO'ga kiriş azabı olup kiriş murasim ötküzüldü. Halkara münasebetler tədqiqatçıları Amerika avazına mındak görsetke dikkat vatandaş. Şvitsiya'nın iktisadi Cungo'nun kontrollü asığı çöp kalğanlıktan NATO'ga azabı olup kirgenden keyin Rusya'nın şeriki hesaplangan Cungo bilen bolgan münasebetini qaytadan tekşirişke toğru keldi. Buyada bunu neme deyimiz vatandaş hayran kalımız deme. Şvitsiya'daki bir garip devleti Okeanya nima Skandinaviya devletlerinden biri deyli. Muşu devlet Avrupaga taalluq deyli. Şundaq turuluq iqtisadi cihette Xitayning kontrollü ostiga. İhtimallilikə bir yol bir belbağ kontrollü ostiga tushib qoldi desa, men bir tarafdan ajablandim, bir tarafdan xafa boldum ha vatandaş. Kichikkina bir devlet bo'lgan bilan boy devlet, Şvitsiya degan aqlliq devlet. Şvitsiya degan Muşundaq turib qanda qoldi Xitoyning iqtisodiy kontrolli ostiga tushib qoldi. Vayron qoldigan gap bo'ldi. Endi Şvitsiya NATO'ga a'zo bo'lib kirdi. Rusiyaning do'sti hisoblangan Jungo'ning iqtisodiy chembergidan qutulish kerak. Mesela Şvitsiya bilan Jungo'ning munosabatini qaytadan qarab chiqish lozim. Qaytadan o'rinlashtirish lozim. Şu derece keldi çünkü bugün sen NATO'ga kirdin. 2022 ayının 4. günü Prezident Vladimir Putin Jungo'nu ziyaret kılgandan e'lon kılgan bayanatda Jungo bilen Rusya'nın münasebeti çeklengen rayın yok.
Cungo bilen Rossiya iki devlet dostluğunun hamkorlashishga ra'yi yok. Şundaqla neme dedim? Prezident Vladimir Putin Cungoni ziyorat qilgandan keyin bunga javoban NATO 6 oyda e'lon qilgan NATO strategiya hukumi mavzusida Cungoni NATO duch kelgan tahdid qatoriga qo'ydi. 2022 yil 2 ayning 4-kuni Beijingda Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping uchrashdi. Rossiya Cungo munosabatida cheklangan ra'yi yo'q. Cheksizlik, cheklangan ra'yi yo'q dedi. Bu 2022 şunun keyin yılda 6 ayda 2022 yıl 6 ay kelganda NATO dedi ki biz Cungo'nun tahdidini qarab turib hamda dunyoga tahdid solayotgan davlatlar qatoriga. Ya'ni NATO duch kelgan tahdid, NATO duch kelgan tahdid Cungo'dan kelayotgan tahdid degan qatoriga qo'ydik dedi. Cumhur Halk Cumhuriyeti Devleti aşkarlagan qarneti ve mecburlaş karakterlik siyaset. Çünkü yol koyulayotgan mecburlaş karakterlik siyaset ve hazır halkara dünyaya hem dünyanın Cungo'nun içki aşkar olan qara niyet. Mesela qarab turib bir millet Uygur'unu yo'qotishdan ibaret, Uygur'unu etnik qirg'in qilishdan ibaret qara niyet. Tashqari dunyoga nisbatan aytganda dunyoga hukmronlik qilaman, zo'ravonlik o'rniga ko'tarilaman, Amerika neritu degan qara niyat. Mushularning hammasi Cungo Kompartiyasi oshkor bo'lgandan keyin bizning, ya'ni NATO'ning manfaatiga, bexatarlik va qimmat qarashlariga xiras shakllantirdi deb muqimlashtirdi NATO. Bu hujjatga o'xshash yana Cungo Kompartiyasi bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi strategik sheriklik munosabati o'zliksiz chunqurlashib, ular prinsipni asos qilgan xalqaro tartiblarga buzg'unchilik qilishga, bir-biriga to'liqlama bo'lmoqchi bo'ldi. Yoki bir-biriga to'liqlama bo'lib qoldi. Bizning manfaatlarimiz va qimmat qarashlarimizga xilof bo'lib keldi. Demak, NATO'ning qimmat qarashi, NATO'ning prinsipni asos qilgan xalqaro tartib hammasi. Cungo Kompartiyasi va uning davlati xiras dedi vatandosh. NATO bu yil Yaponiya Tokioda endi Tinch okeani rayoni bo'yicha tunji qatim aloqa vakolat ishxonasi qurdi. Mana gapning mevzusi bu yerda vatandosh. Biz o'sha to'g'rida to'xtalgan edik, sizga leksiya va muhokama qilib 2022 yilmidi va yoki 2023 yilmidi bu ismni qolmabdi kechiring. Ishqilib bu 2 yilning birida shundoq degan edik. NATO Tokioga, Yaponiyaga kelib Tokioda aloqa munosabat vakolat ishxonasi qurdi degan edik. Endi bugun muqimlashtirib va uzil-kesil xulosa qilganda yoki shu darajaga yetganda bu yil 2024-yili NATO Tokioda aloqa munosabat vakolat ishxonasi qurdi. Mana bu gapning meg'izi vatandoshi. Davlat bexatarligi mutaxassislari mundaq hisobladi. Masalan, qaysi davlatlarning bexatarligini tahlil qiladigan mutaxassislar mundaq hisobladi. NATO navbatda Amerikaga yordamlashib Cungoga qarshi turishning eng buyuk chorasi sifatida o'zining mudofaa hamchotini yuqori ko'tarib, Ukrainaga yordam berish va Rossiya tahdidiga qarshi turish masalasini üstüge elib, Amerika Qo'shma Shtatlarining texmi ko'p harbiy ishlar kapitalini Cungo Kompartiyasi tahdidiga taqobil turishga ishlatishga yordam berishdan iborat. NATO'ning vazifasi Ukrainaga yordam berish. Shundaqla iqtisodiy jihat, ya'ni byudjet hamchot sohasida ko'proq o'zi o'rniga elish. Ya'ni bunday aytganda Amerikaga tayinib olmaslik. İqtisodiy jihati ko'proq o'ziga tayinish, o'zi hal qilish darajasida bo'lish. Ukraina yordami shuning bilan qo'shib kelganda Amerikaning
endi bemalol o'zining har bir ishloq kapitalini jug'lab, to'xtab turib, Jungoning tahdidiga taqobil turishga, ishlatishiga qulaylik yaratib berish yoki yordamda bo'lish. Bütün NATO a'zo davlatlarning yoki NATO degan tashkilotning maqsad muddahoi vazifa ehtiyoji dal mana shu edi. Amerika harbiy ishloq kapitalini Jungoga qarshi ishlatish kerak. Bu yo'lda NATOga a'zo davlatlar xizmat ishlashi lozim. NATO Jungo Kompartiyasiga taqobil turdi. Bundan 75 yil burun NATO qurilganda Sobiq Sovetlar Kompartiyasiga qarshi turish uchun qurilgan edi. Sobiq Sovetlar ittifoqi parchalandi. Hozirgi Rossiyaning tahdidi Sobiq Sovetlarning tahdidiga yetmaydi. Yani Rossiya kichiklab ketdi, Rossiya Federatsiyasi bo'lib qoldi. Ya tahdidda selishtirib baqqanda avvalgi hokimiyat Sobiq Sovetlar hokimiyatining tahdidiga yetisholmaydi Rossiyaning bugungi tahdidi. NATO shuni yaxshi bildiki, Jungo Rossiyani qo'llaydi. Bugungi kunda Amerikaning 5 tane ov matkisi Jungoni qorshab oldi. Mana bu turgiz nima deb so'zildik? Balki Tokioda dedik. Amerika Qo'shma Shtatlari, Filippin, Yaponiya yuqori darajaliklar uchrashuv suhbati o'tkazdi. Bugun endi NATO keldi vatandosh. Bugun endi NATO keldi. Hind Tinch okean sahasi Amerika diplomatlarının ağzı tinchlik, muqimlik vatandaş. Hem burayında urush portlashning oldini oldi ve onunla qarshi turdi Amerika Qo'shma Shtatlari. Lekin chora bo'lmagan chora ostida yana chorasizlikqa bir narsa degili bo'lmaydi. Chunki Amerikaning subyektiv fikr qilish usuli bo'yicha aytganda urushga qarshi turish. Mesela Hindi Tinch okean rayonida bexatarlikni, muqimlikni qo'g'dash. Agar bu shartlar yoki mushu maqsadlar Amerika uchun muqim turdi, muqimlashadi va Amerika shu bo'yicha ish qiladi desak, buni da misal mubolag'a qilgan bo'lamiz. Chunki qarshi tarafni bilmaysiz vatandosh. Jungoning xiyoli nima? U nima qilmoqchi? Tinch okeanda va yoki Janubiy dengiz buni bilgili olmaydi dedi. Şuna tavakkalchilik Jungo tarafdan kelsa, Amerika Qo'shma Shtatlari buni qanday taqobil turdi? Boshnim dedik. Men jejeng dediki, urush, bugun kecha urush qilman. Fight tonight. Ashla yozib inglizcha yozib, fight tonight Xitoychimi? Demak, hozir bugun tushdan keyingi mush ishda men jejeng tayinlik professor vaziyatning qaysi holga kelganligini bir jumla so'z bilan isbotlab berdi. Buni sizlarga yetkazgan emas, NATO Tokioda aloqa vakolatxonasi, aloqa munosabat vakolatxonasi qurdi. Tunigan dedik, Yaponiya endilikda bir guruhga qurib chiqdi, ya'ni bu urush qilish, bir tutash rahbarlik, bir tutash o'rinlashtirish dedik. Bugün endi NATO keldi vatandaş. NATO'nun sözlümüsü bilisizlar sizlar vatandaşlarım NATO'nun nima ekanligini. Lekin shuni bilib qo'yingki, hozir bu davlatlar, NATO a'zo davlatlarning soni 32 ga yetdi.